Mesela. Dost, koşma, üç yakın dostlarımız, dostluklarımız, bizim dostluklarımızdan taraflarına tasdik toplar, koşmamız kıyın, başımızda soğuş gelgenden bizimizde daima kolda ko'rsatib жүрüyoruz. Juda to'g'ri gap aytdingiz. Haqiqatdan ham yoshlar bular begona emas-da, они не чужие, это наши. Поэтому вот как вы очень правильно подметили, от того, что как мы будем проводить среди них разъяснительную работу, ularga aytgan gapimiz, maslahatimiz, ular bizni eshitadi, o'shanga qarab bizni do'stligimiz yana kuchayadi. İbrahim aka yaxshi so'zlar aytdingiz-da. Albatta bu o'zbek elmining qirg'iz eli bir qancha qilimdan beri yaxshi yashab, zo'r yengilga cho'g'ib ko'rib keladi. Qanday nima buni buza turgan biz emasmiz-da, hech kim buzgan haqqisi yo'q. Rahmat sizlarga. Вы сами правильно сказали, мы самые дружные, самые сплоченные соседи. Вы правильно сказали, мы должны браться за них, мы должны их воспитать. Мы тоже в чем-то виноваты косвенно, потому что где-то в каких-то регионах мы не усмотрели, что такие непонятные субъекты начинают какими-то выступлениями вот таких людей, но я имею в виду на уровне, может быть, политики, государства поднять. Если бы сегодня это бы не собрались бы и вот это не погасили бы, да, вы и мы, то не знаем действительно, что было бы завтра. Деды, отцы, это все вместе росли, одной семьей жили. Qilgan ishimdan o'zim afsus chekaman, pushaymonman. Men ikki xalqni do'stligini bu chiqargan videoroligim katta urushga aylanib ketishini bilmagandim. Uzr, Qirg'iziston xalqidan men bor uzr so'rayman. Aybimni tan oldim. Men boshqa bunaqa qaytarilmaydi. Chunki ikki davlatning do'stligi men uchun ham kerak. Juralaring ham neresi juralay? No, meni qo'llab-quvvatlagan u aka-ukalarim bu yerdan qaytinglar, ikkita davlatni do'stligiga katta urushni olib kelmanglar. Bu ish yaxshi yo'lga olib bormaydi.